Salom do'stlar. Sizlar bilan yengilmas Roblox, lekin biz Minecraftdamiz. Ba'zida Minecraft haqida ham video qilib turaman. Va biz bugun King Kong bilan Godzillani Minecraftdagi versiyasini urishtirib ko'ramiz. Like va obuna bosgansangiz biz boshladik. Xo'sh. Minecraftdagi versiyada qaysi biri kuchliroq ekan? Hozir sizlar bilan o'zimiz guvoh bo'lamiz. Mana Minecraftdagi Titan Godzilla. Qani kim g'olib bo'larkin? Jangni mazza qilib tomosha qiling. Do'stlar, ko'rib turganingizdek Godzilla g'olib bo'ldi. Yana qaysi titanlarni Minecraftda urishtirishimizni kommentariyada yozib qoldiring. Like va obunani bosing.